shahid bo'lishlikka imkon bormi yo'qmi? Shahid bo'lish degani faqat jang maydonida tushunmaylik. Jang maydonida shahid bo'lishlik eng oliy ko'rinishi. Lekin quyidagi quyi qismlari ham bor shahidlik. Qaysi u? Sho'kib o'lgan odam ham shahid deyiladi, agar ibodatda pokiza yashagan bo'lsa. O'tda kuyib o'lgan odam shahid deyiladi. O'zini molini himoya qilib o'lgan odam shahid deyiladi. O'g'ri bilan urushib o'lgan odam shahid bo'ladi. Boshini o'rab yo'qolgan odam emas. Ya'ni yuzga o'ra tushgan bo'lsa, yugurib chiqib urishing u bilan. Nimaga endi o'zini molini himoya qilib bitta bir o'g'ri bilan urushib qo'ysalar shahid bo'laradimi? Ha, shahid bo'ladi deydi ulamolar. Chunki mana shunday o'g'rilik degan zulmni hayotga kirib kelishdan to'sib qo'yapti bu. Bu bitta o'zini molini himoya qilmayapti, musulmonlarni himoya qilyapti. Vatan himoyasi uchun bo'lgan urushda o'lgan odam ham shahid deyiladi.